Darvesh. Ha? Bu yoqqa. Ha, sen. Tanidingmi? Siz boysiz, ha? Boyman. Havas qildim. Ha! Boy aka. Xuddi o'zi. Assalomu Alaykum alaykum. assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Nechuk yo'qlabsiz? Senga rahmat demoqchiman. Ha? O'tgan safar ko'zimni ochding. Ya. Biz ko'zni ochmaymiz. U ochadi. Biz shunchaki sababchisimiz xolos. Nima bo'lganda ham seni xursand qilmoqchiman. Ha, menimi? Ha, nima xohlaysan? Ayt xohlaganingni. Xohlaganimni bajarasizmi? Xohlaganingni. Hozir. Men abadiy yashashni xohlayman. Bajara olasizmi? Esing joyidami? Bu meni qo'limdan kelmaydi. Ha, unda mana shu dunyodagi jamiki odam zoti g'iybat qilmasin. Odamni go'shini odam yemasin. Faqat yaxshilar ko'paysin. Bajara olasizmi? Darvesh, bu ishlar meni qo'limdan kelmaydi. Sen mendan pul so'ra, uy so'ra, ish so'ra, men bajaraman. Bu dunyo matohlari menga kerak emas. O'zim yurib, titib, amallab topib olaman. Unutmang, insonni istagini inson bajarmaydi. Meni esa ehtiyojim yo'q. Bu dunyo uyqudir. O'lim bilan uyg'onadi inson. Sen esa shoshil odamzod. O'lmasdan oldin uyg'on. Rumi. Odamzod. Pulim bor, boyman. Hammani istagini bajara olaman deb o'ylar ekan. U shuning uchun ham odamzodda. Unutmang, biz kelib ketuvchi to'garak jahon na boshi ma'lumu, na so'nggi ayon. Hech kimsa rostini aytib bera olmas. Biz qaydan keldik-ku?